Hurmatli dehqonlar hamda tomorqa yer egalari, sizlar uchun davlat tomonidan juda ham yaxshi imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Respublikamiz bo'ylab 500 ta mahallada bittadan o'zini xonadonida namunali tomorqani tashkil etgan dehqonlarga yoki tomorqa yer egalariga davlat hisobidan 41 million 200 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda davlat grantlari taqdim etiladi. Bu grantlarni olish tartibi qanday degan savol sizni qiynayaptimi? Unda Suvchilar maktabi tomonidan sizga beriladigan tushuntirishni eshiting. Avvalambor mahalla yettiligi o'zi hududi bo'ylab, mahalla bo'ylab xatlov amalga oshiradi va mana shu xatlovda xonadonlar o'rganiladi. Xatlovni o'tkazish natijasi o'laroq eng namunali loyiha deb topilgan loyiha mahalla yettiligi tomonidan tanlab olingan holatda, hududiy mehnat organi tomonidan barcha loyihalar jamlangan holatda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga yuboriladi. Vazirlik tomonidan eng namunali loyihalar tanlab olinadi 10 ish kuni davomida va tanlab olingan 500 ta loyiha hududiy mehnat organlariga hamda mahalla yettiligiga taqdim etiladi. Mazkur loyihalar bo'yicha hokim yordamchisi tomonidan 2 ish kuni davomida tanlab olingan xonadon to'g'risidagi ma'lumotlar, xonadonning egasi va uning plastik karta ma'lumotlari onlayn mahalla elektron platformasiga kiritiladi va 5 yil davomida mazkur platformada ushbu ma'lumotlar saqlanadi. Platformaga kiritilgan ma'lumotlar hududiy organ tomonidan 3 ish kuni davomida jamlanib, o'rganilib, tegishli tartibda dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga taqdim etiladi va jamg'arma tomonidan 3 ish kuni davomida o'rganib chiqilib, tegishli mablag'lar hududiy organlarga yana o'tkazib beriladi va hududiy organ tomonidan 1 ish kuni davomida mablag'lar o'sha dehqonlarning va tomorqa yer egalarining plastik kartalariga o'tkazib beriladi. Bu degani nima degani? Bu degani shuki, endilikda tomorqadan unumli foydalanish kerak degani. Dehqonlar vaqtni bekorga ketkazish kerak degani emas. Qishloq xo'jaligi sohasidagi zamonaviy ilmlarni egallagan holatda o'zingizni tomorqangizda agar zamonaviy tarzda namunaviy qishloq xo'jaligi loyihasini barpo etadigan bo'lsangiz va tashkil etadigan bo'lsangiz, sizga mana 41 million 200 ming so'mgacha davlat tomonidan grantlar beriladi va eng muhimi, bu grantlar qaytarilmaslik sharti bilan sizga taqdim etiladi. Agar ushbu bergan ma'lumotimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda foydali bo'ldi deb yozib keting va boshqa barcha dehqon hamda tomorqa yer egalari bo'lgan tanishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'ying. Qishloq xo'jaligi sohasida berilayotgan mana shunday imkoniyatlar, imtiyozlar to'g'risidagi axborotlardan, ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, unda Suvchilar maktabining ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring hamda obuna bo'ling.